hisobga kirmaydi. Sizga aytdim-ku 3 gacha sanaymiz dedim. Sizga aytishim bilan haydab ketdingiz-ku. Muzik сказала. Kishi gapirmaydi, uni so'zlarni qiladi. Bu eng tez mototsikl edi-yu, ne? Nima qilyapsiz? Bu meni muammoim emas-ku. Bunaqasi hisob emas. Beradimi? Yo'q. Bunaqasi hisob emas lekin. Endi men mototsiklingiz bilan 3 kun maza qilib Samarqandga aylanaman. Unchalik sizga modda moyini almashtirib 98 dan qo'yib qo'yarsiz. Hayda olmaysiz, bu juda ham tez. Bu qizni taniganlar bormi? Motodagi qiz Buxoroda. Buxoro haqidagi fikringiz? Buxoro haqida fikrim ajoyib, chunki bu meni birinchi marotaba kelishim, lekin birinchi marotaba kelganimda shu vaqtgacha yashab ko'rmagan zo'r binolar, qo'l mehnatlari va samimiy insonlarning ko'pligiga yana bir marta amin bo'ldim. Buning uchun Buxoro xalqiga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Necha kun bo'ldi Buxoroga kelganingizga? Bugun 3-chi kun, o'zi hozir ketamiz. Juda ham yaxshi. Buxoro haqida demak fikringiz juda ham yaxshi. Tashrifingizdan xursandsiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi manzil qayoqqa xudo xohlasa? Bundan keyingi manzilimiz Navoiyga va Xorazmga. Bu qizni taniganlar bormi? Motodagi qiz Buxoroda. Buxoro haqidagi fikringiz? Buxoro haqida fikrim ajoyib, chunki bu meni birinchi marotaba kelishim, lekin birinchi marotaba kelganimda shu vaqtgacha yashab ko'rmagan zo'r binolar, qo'l mehnatlari va samimiy insonlarning ko'pligiga yana bir marta amin bo'ldim. Buning uchun Buxoro xalqiga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Necha kun bo'ldi Buxoroga kelganingizga? Bugun 3-chi kun, o'zi hozir ketamiz. Juda ham yaxshi. Buxoro haqida demak fikringiz juda ham yaxshi. Tashrifingizdan xursandsiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi manzil qayoqqa xudo xohlasa? Bundan keyingi manzilimiz Navoiyga va Xorazmga. Voy. Yaxshimisiz? Nima qilmoqchi edingiz? Yo, bu narsa tushib ketdimi? Gaplashsak bo'ladimi? Qani o'rtoq bo'lamiz. Qo'lingizni ancha sovuq. Voy. Vashi sovqotib ketdingiz. Точно yaxshimi? Meni qo'rqitib yubordingiz. Siz sinimga o'xshatdim-da, o'shaning uchun to'xtadim. Uydagilar bilan urushib qoldingizmi? Nimadir muammo bormi? Yigitingiz bilan urushib qoldingizmi? Voy, o'lsiniz. Arziydimi o'zi? Shunday chiroyli qizni xafa qilishga? Qarzi borda, uni manda. Nimadir deb ugrozat qilmadimi sizga? Yo'q. Necha pul qarzi bor? 3,000. Oho. Молодец. Menga qarang, 3,000 puli bor qiz mashina qilib o'tiradimi? Siqilib qattiga bitta so'taga tim o'li qarzi bo'lsa. It's BMW, not BMW, bayerische Motorenwerke. Wait, what? Bayerische Motorenwerke. Motorenwerke. Bu qachon yashil yonadi endi?